Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Siz bilan bugungi darsimizda kredit foizlari hisoblashni annuitet usulini ko'rib chiqamiz. Bu qanday hisoblanadi? Annuitet nima o'zi? Video darsimizni oxirigacha kuzatib borsangiz, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Kredit foizlari hisoblashni bir nechta usullari mavjud. Annuitet usuli esa mana shu usullardan biri hisoblanadi. Annuitet usulini afzallik tomonlari shundan iboratki, har oyda to'lanadigan kredit miqdori foizlari bir xil summani tashkil qiladi. Annuitet hisoblash usulini quyidagi formula orqali o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu formula quyidagicha: x barobar p ko'paytirilgan r qavs ichida 1 plus r va darajada n. Kasrning pastki tomonida 1 plus r darajada n va ayrilgan 1. Buni qanday tushunishimiz kerak? Bu yerda x noma'lum son, ya'ni bizning olgan kreditimizni oylik to'lov summasi. Biz mana shuni topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda p kredit summa, biz olgan kredit summamiz, r oylik foizlar, ya'ni biz olgan kredit foizimizni bir oyligini topib olishimiz kerak bo'ladi. En oladigan muddatimiz 1 yil, 2 yil, 3 yil, ya'ni 12 oy, 24 oy, 36 oy va hokazo va hokazo. Buni bitta misol tariqasida yaxshilab o'rganib olamiz. Keling siz bilan birgalikda 5 million so'mni 1 yil muddatga 24% dan olib misol tariqasida o'rganib chiqamiz. 5 million so'mni 24% ga va muddati 12 oyga. Buni formulaga qo'yib olamiz. Ya'ni x noma'lum son 5 million so'm summani ko'paytiramiz 0.02. Ya'ni 24% ni 1 oylik foizi 0.02 ga teng. Qavs ochamiz. Qavs ochamizda formulada 1 plus 0.02 qavsni yopamiz va natija daraja 12 teng takrorlanadi. 1 plus 0.02 qavs yopilgan daraja 12 ayrilgan 1 ga. Formula quyidagicha ko'rinishga ega. Endi biz buni matematik amallar ketma-ketligida bajaramiz. Birinchi har doimgidek o'zimiz bilganimizdek qavs ichi, undan keyin daraja, undan keyin ko'paytirish amallari bajarilib, matematik amallar ketma-ketligini amalga oshiramiz. Birinchi navbatda keling qavs ichi 1 ga 0.02 ni qo'shib olamiz. 1.02 ni tashkil qiladi. Ikkinchi amalimiz 1.02 ni 12 darajasi qanchaga teng bo'ladi? 1.268 ni tashkil qiladi. Uchinchi amalimiz 5 millionni nima qilamiz? Ko'paytiramiz 0.02 ga. Bu qanchani tashkil qiladi? 100 mingni. 100 mingni tashkil qiladi. To'rtinchi navbatda nima qilamiz? 100 mingni ko'paytirib olamiz. Ya'ni darajani topgan sonimizga 1.268 ga. Bu bizda 126.820 ni tashkil qiladi va undan keyin 5-amalimiz kasrni pastki tomoni ham bizda xuddi boyagidek 1.268 ni tashkil qiladi. 68. Endi 6-chisi 1.268 dan 1 ni ayirib olamiz. 1.268 dan ayiramiz 1 ni. Bu nima bo'ladi? 0.268 ni tashkil qiladi va bizda 126.820 ni 6.820 ni bo'lishimiz kerak bo'ladi 0.268 ga. 472 ming
825 so'mni tashkil qiladi. Agar biz bankdan olgan kreditimizni annuitet usulida 5 million so'mni 24% dan 12 oyga oladigan bo'lsak, 472.825 so'mni tashkil qiladi ekan. Siz bilan bugungi darsimizda qisqacha mana shuni o'rgatib qo'ymoqchi edik. Salomat bo'ling. Kanalimiz rivoji uchun yaqinlarga ulashib obuna bo'lishni unutmang.